Bunaqa darrov sezgi organlari bilan dahshat. Shu ana o'qishlarga qara kattaligini. To'xta. Menga ber. Tamam. Yo'q, ana o'qishlar hali bor. Xudo xohlasa keyingi safar kelayotganimizda katta obyektiv kameralar olib kelamiz. Tuyaqushlarni, oqqushlarni olishga. Tuz zavodi ochsak bo'lar ekan shu yerda. Tuzlik qara. Mana shunaqa joylarda qo'ylarni cho'miltiradi-da odamlar. Botqoqlik ekan. Botqoq. Baliq bormi-kan yo'qmi? Yo'q, bu yoqda baliq bo'lmaydi. Bo'g'anni ham o'zi. Ana uchishni qara. Kel. Ha, shunday. Ke. Ay, kameraga tushdilaringda. Qarg'ab ketyapti. Bu botqoqni qarqat ketdi. Manzara. Mashinamiz ana yoqqa ketdi. Dahshat manzara. Plyaj kerakmi? Plyaj Dubaymi mana? Yegiptmi? Qanaqa Dubay Yigipt mana? Bitta mangalchani olib kelasan. Shega pistolcha qilib mana Dubay mana Yigipt, mana Sharman-Shayx. Ana suvni tovushni eshityapsanmi? Ha, hozir xudo xolasa boramiz bu tomonga ham. Mana shu tomonga qarab ketamiz endi.